Assalomu alaykum agrohouse kuzatuvchilari. Hozirgi kunda ob-havoni keskin isib ketganligi sababli ochiq daladagi barcha ekinlarda, xususan pomidor, bulg'ori qarampiri, qovun, tarvuzlarda stressga tushib, o'sishdan to'xtab qolishi kuzatilmoqda. Stress nima deyilsa, o'simlikni noqulay holatga tushib qolishi bo'lib, bu holat issiq yoki sovuq kelganda, qurg'oqchilikda yoki dori vositalarini haddan tashqari ko'p qo'llanilganda kuzatiladi. Pomidor barglari qorayib qolishi, gullash va meva tugishda muammolar uchrayotgan bo'lsa, ushbu holatlarda yordam beradigan preparatni tavsiya etamiz. Germaniyada ishlab chiqarilgan mazkur preparat Basfoliar Avant Natur bo'lib, ushbu preparat tarkibida aminokislotalar bilan birga mikroelementlardan tashkil topgan antistress hisoblanadi. Dala ekinlari uchun barg orqali qo'llanilganda gektariga 1 litrdan 2 litrgacha tavsiya etiladi. Ishchi eritma miqdori gektariga 250-300 litrni tashkil etadi. Sabzavot va mevali daraxtlar uchun gektariga 2-2,5 litr qo'llash tavsiya etiladi. Ishchi eritma miqdori ekin turiga qarab 400 litrdan 800 litrgacha tashkil etadi. Ushbu preparatni qishloq xo'jaligidagi barcha dori vositalari bilan qo'llanilsa bo'ladi. Ushbu o'g'itimiz bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.